Assalomu alaykum. Pinablog O'zbekiston kanali obunachilari do'stlar. 2025-yil 27-aprel holatida Pinablog ishlab chiqarish jarayoni bilan Pinablogning mahsulotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib parashyutlar bilan tanishtirib o'tamiz. Parashyut narxlari, Pinablog narxlari, sifati bilan hammasini tanishtirib o'tamiz. Parashyutlarimiz Xitoy parashyuti Qashqadaryo Muborak tumanida joyidagi narxi 950 ming so'mdan do'stlar. Dastavka ustiga minadi. Buxoroliklar uchun Buxorodan gips olmoqchi bo'lganlar uchun gipschiga ham yetkazib berib qo'yganmiz. Gips bilan qo'shilib uyingizgacha boradi parashyut. Buxoroni gipschisiga yetkazib berganmiz, o'zimiz oladigan gipschiga 950 ming so'm kartaga tushirib berasizlar yoki borgandan keyin naqd berib olsanglar ham bo'ladi. Gips pulini bergan vaqtda. Xullas mana shunday parashyutlarimiz Hind parashyutidan 3 qopgina bor do'stlar. Mana bu yoqda 2 qop, 1 qop orqa tomonida bor. 5 kilo o'lchangan, kimga kerak bo'lsa 50 ming so'mdan kilosi Hind parashyutini beraveramiz. Xitoy parashyutini ham imkon qadar kiloga yetkazib beryapmiz. Mana o'zimiz ishlab turganimiz Xitoy parashyuti. Imkon qadar kiloga ham yetkazib beryapmiz. Telefon qilaverasizlar ekranda bemorlarga. Ketdik bu tomon ishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Ishlarimiz Qashqadaryo Muborak tumani joyidagi narxi 12,5 ming so'mdan yuklab beryapmiz. Sifati o'ta zo'r holatda. Qurigan qattiq 4 mingta 5 mingta qurigan tayyor bor do'stlar. Zo'r holatda turibdi. Bu hovli tomon qo'yganimiz, bu tomonlarda ham bor. Tumbalarimiz hammasi sotilib ketgani uchun mana yangi qo'yilgan bular hammasi. Eskisidan mana bu yerda 30 tagina qurganidan qolgan. Mana shu yerda ko'rsatadi 200 tadan ziyod tumba turadi. Mana shu ikkita palda, bedan ikkita palda 200 tadan ziyod tumba turadi. Hammasi sotilib ketgan. Bundan keyin yana yuklashimiz uchun mana qo'yib kelinyapti yangi holatda. O'ta zo'r holatda do'stlar. Qattiq tumbalarimiz ham. Tumbalarimiz, latoklarimiz tugagan uchun yana ishlab chiqaryapmiz. Mana bu tomonda qurigan tayyor ishlarimiz bor. Kim Pinablog sifatlisini qidirayotgan bo'lsa, bemalol kelib ko'rib olaverasizlar. Hozir quyish jarayonini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ancha-muncha ishlar bilan bemalol raqobat qilib qo'yadi. Puliga yarasha qilib chiqaryapmiz. Misol 9 minglik, 10 minglik ish emas bu, ular bilan solishtirmanglar. Biz ham bemalol 9 ming, 10 mingga chiqarib bilamiz, faqat sifati bu darajada bo'lmaydi. Retseptida farq qiladi. Mana 38 kilolik qoplarimiz 38 kilodan 3 ta chiqarib kelyapmiz. Hozir quyish jarayonini bitta ko'rsatamiz. Mana bu tomon katta plashakani ham ko'rsating. Mana qoliplarimizdan ishlab chiqib ketyapti. Mana tumbalik. Teshiklik ishimiz deydi. Quyish jarayonini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bir tomondan yog'lanyapti, bir tomondan quyish jarayonlari ketyapti. Teshiklik ish qolipdan olingani. 3 ta chiqar chiqmas, e'tibor beramiz. 50 litr suv, 38 kilo gips, 2 kilo sement, 3 ta qishga yetadigan bo'lsa pena. Bochkani ko'rishingiz mumkin, to'ldirib qorilmagan. Mana shunday quyish jarayonlari davom qilyapti. Mana pena chiqishini ko'rishingiz mumkin. Keyin litr suv mana shu. 38 kilo gips, 2 kilo sement mana tovoqchada turibdi. Keyin pena do'stlar 250 gramdan hammada har xil chiqyapti. Bizda do'stlar 250 gramdan 100 tadan ziyod chiqyapti. 6-partiya qo'yilyapti ertalabdan beri. 2-zapravka mana shu partiyada tugaydi. Tugamaydi-yu, lekin ustiga zapravka qilinadi yana. Mana pena chiqishiga baqiramiz. Xitoy parashyutining penasi do'stlar, Xitoy parashyuti ishlatyapti. Juda zo'r holatda chiqyapti. Mana shuni 3 ta qishga yetadigan bo'lguncha qo'shiladi. Bitta qoringni shu bilan ko'chaga video olamiz. Mana shunday ishlab chiqarish jarayonlari davom qilyapti. Dag'ishda mahsuloti tayyor. Mana shu bochkani to'ldirib qorilmayapti.
Qancha ko'p pena qo'shsa, shuncha sifatsiz bo'lib ketaveradi. Shuning uchun hamma yog'i normada bo'lyapti. Endi ko'chadagi ishlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Videomiz ko'p cho'zilib ketmasligi uchun. Adres Qashqadaryo Muborak tumani 12,5 ming so'm joyda yuklab berayotgan pena bloklarimiz mana shular bo'ladi. G'ishimiz ko'p. Kelib, ko'rib, baho berib olaverasizlar. Mana bu tomon katta plashatkadan bir 3 mingta g'ishga yuklab olganmiz. Yana joyiga to'ldirib kelyapmiz. Kichkina qirli g'ishimizni ko'rsataman hozir. Mana katta plashatkamizdan bir 3 mingtasi yuklab ketilgan. Yana joyiga mana yangi chiqayotganlari mana bular. Shu burchaklari butun, qattiq, zo'r holatda turibdi g'ishlarimiz. Kelib, ko'rib, baho berib, yoqsa olaverasizlar. Mana bu qirli g'ishimiz do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, zakazga chiqarib beramiz buni ham. Bu ham o'ta qattiq holatda do'stlar, bunaqasi 40, 19,5. Qo'l umuman botmaydi, qo'l botirib ko'rsat deganlar uchun hech qaysiga kelib ko'rib, buni ham qattiqligiga ishonch hosil qilsangizlar bo'ladi. 40 ga 19,5, 6 ming so'm joyda yuklab berayotgan g'ishlarimiz, mana buni bir joyga yig'ib qo'ydik. Klientlar kelib, ko'rib, ma'qul bo'lsa olib ketaveradi do'stlar. 15 minglik g'ishimiz ham bor do'stlar, turibdi u ham boya. Bir korganga 6 kilo sement qo'shilgan. Xullas do'stlar, videomiz yoqgan bo'lsa like'larni bosamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar, imkon qadar javob berib o'tamiz. Kimga mana pena blok g'ishlari, Xitoy hind parashoylari, pena blok apparatlari kerak bo'lsa ham bemalol mana shu 3436 nomerimizga, ekrandagi nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. Yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Pena blok biznesi mana shunday davom qilyapti do'stlar. Like'larni bosib qo'yamiz.